Assalomu alaykum. Agar siz nemis tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, lekin natija sekin bo'lsa, ehtimol siz quyidagi 7 ta xatodan kamida bittasini qilyapsiz. Ismim Narimonbek, lekin ko'pchilik meni Herr Elchibekov deb chaqiradi. Men 18 yildan beri nemis tilidan dars beraman. Shu yillar mobaynida 10 mingdan ortiq nemis tili o'rganuvchilarga saboq berganman. O'quvchilarim orasida 5-sinfdan tortib to 67 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar ham bo'lgan. Shu paytgacha 10 mingdan ortiq talaba bilan ishladim va har doim bitta narsani kuzatdim. Eng katta xato tilni qiyinligida emas, uni noto'g'ri o'rganib qo'yishda. Bugun siz bilan eng xavfli 7 ta xatoni ko'rib chiqamiz va eng muhimi, ularni qanday to'g'rilashni o'rgataman. Oxirigacha ko'ring, oxirgi xato sizni shok qiladi. Birinchi xatoga o'tishimizdan oldin videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Birinchi xato faqat grammatikani o'rganish. Ko'pchilik grammatikani bilsam, gapira olaman deb o'ylaydi. Misol uchun, siz perfekt zamonini bilasiz, lekin gapirishga kelganda jim qolasiz. Nega? Chunki grammatika bu bilim, gapirish esa mahorat. Grammatika qoidalarini birdaniga katta porsiyalarda o'rganmang. Kichik porsiyalarda o'rganing. Har bir grammatika qoidasini o'rganganingizdan so'ng uni darrov gapda ishlating. Kamida 10 xil gap tuzing, keyin ovoz chiqarib ayting. Ikkinchi xato, avval o'rganib olay, keyin gapiraman deyish. Avval yaxshiroq o'rganib olsam, keyin gapiraman deb faqat video ko'rasiz, podkast eshitasiz, lezin qilasiz, grammatik mashqlarni bajarasiz, lekin gapira olmaysiz. Buni passiv o'rganish ham deyiladi. Bu fitnessga borib, boshqalarning mashg'ulotlarini tomosha qilishga o'xshaydi. Bunda muskullaringiz rivojlanmaydi. Bunga yechim har kuni 10 daqiqa oynaga qarab o'zingiz bilan gaplashing. Yaxshi nemis tilida gapiradigan sherik topib, u bilan gaplashishni mashq qiling. Yaxshi sherik topolmasangiz, ChatGPT bilan gaplashing. Uchinchi xato, so'zlarni o'zini yolg'iz yodlash, ro'yxat qilib yodlash. Misol uchun, gehen, bormoq, ich, men, kommen, kelmoq, machen, bajarmoq deb yodlash. Alohida so'zlarni ketma-ket yodlash foydasiz. Keyin o'zingiz gap tuzishda qiynalasiz. Bunga yechim so'zlarni gap bilan yodlash yoki o'sha so'zlarni yonidagi boshqa so'zlar bilan birga yodlash. Misol uchun, eine Pause machen, tanaffus qilmoq, einen Job haben, ishlamoq, ein Praktikum machen, praktika qilmoq yoki ich gehe nach Hause, men uyga ketyapman. Ich mache eine Pause, men tanaffus qilyapman. Ich habe einen Job als Kellner, men ofitsiant bo'lib ishlayman deb yodlash. Agar siz tayyor gaplarni yodlasangiz, shunga o'xshash gaplarni avtomatik tuza boshlaysiz. Bu maslahatimga amal qilib ko'ring. Natijasidan o'zingiz ham hayron qolasiz. Chunki miyamiz gaplarni Lego kabi yig'maydi. U tayyor strukturalar bilan ishlaydi. Bu usul bilan siz tezroq gapirasiz, o'ylashga kam vaqt sarflaysiz va kamroq xato qilasiz. Yana bitta misol, machen, bajarmoq, qilmoq kabi emas. Ich mache Hausaufgaben, men uy vazifalarini bajaraman. Ich mache ein Praktikum, men praktika qilaman deb o'rganish. Yana ko'pchilik qiladigan eng katta xato 1000 ta so'zni ro'yxat qilib yodlaydi. Lekin shular ichidan atigi 10 ta gapni ham o'ylanmasdan tuza olmaydilar. Demak, siz har kuni 100 ta so'zni yodlamang, 5 ta so'zni gap bilan yodlang, shunisi foydali. 4-chi xato, perfeksionist bo'lish. Xato qilmasdan gapiraman, keyinroq gapiraman deysiz-ku, lekin natijada hech qachon gapira olmaysiz. Xato progress belgisi. Siz xato qilyapsizmi? Demak, o'syapsiz. Bunga yechim xato bo'lsa ham gapiring. Maqsad tushunilish, mukammallik emas. Fikringizni birovga tushuntirib bera olsangiz bo'ldi. 5-chi xato, ko'p o'rganib, kam ishlatish. Siz 1000 ta so'z bilasiz, lekin 100 tasini ham ishlata olmaysiz. Bu pulni yig'ib ishlatmaydigan odamga o'xshaydi. Natijada puli inflyatsiyaga uchrab, yaroqsiz holatga keladi. Sizning so'z boyligingiz ham xuddi shunday holatga kelishi mumkin. Sizga ko'p bilim kerak emas. Sizga olgan bilimingizni ishlata olishingiz kerak. 10 ta yangi so'zni 10 ta gap bilan o'rganing. Uni kamida 3 marta ishlating. Lekin ishlatmasangiz o'rganmang. 6-chi xato, chuqurlashish, analiz qilish. Ko'pchilik yo'lda uchragan har bir so'zni lug'atdan qidirib, to'xtab
tarjima qilishga harakat qiladi. Yoki yo'lida uchragan har bir grammatik qoidani nega bunaqa deb uni to'xtab tahlil qilishga harakat qiladi. Nima uchun bu ishlamaydi? Chunki til o'rganish bu oqim. O'rganish jarayonida har bir kichik bir detalga to'xtalib o'tish bu umumiy mazmunni tushunishdan to'sib qo'yadi. Tasavvur qiling, siz sevimli filmingizni tomosha qilyapsiz va har 5 sekundda reklama chiqib kelyapti. Bunday vaziyatda siz o'zingizni qanday his qilasiz? Til o'rganishda miyangiz ham xuddi shunday ahvolga tushadi. Ha deb to'xtayversangiz, miyangiz gapni to'liq holatda ko'ra olmaydi. Natijada strukturalarni ham his qilmaydi. Bu esa keyinchalik mustaqil gap tuza olmaslikka olib keladi. Misol uchun, ich bin gestern mit meinem Freund ins Kino gegangen. Bu yerda gestern nima, gegangen qaysi zamonda deb to'xtasangiz, strukturaga qaratilgan fokus buziladi. Aslida siz tekst bilan ishlayotganingizda tekstni umumiy mazmunini tushunishga harakat qilishingiz kerak. To'xtamasdan davom eting. Keyin bitta yoki ikkita muhim so'zni o'zini ko'ring. Esda tuting. Har bir so'zni tushunishingiz shart emas. Sizga asosiy kerak bo'ladigan narsa umumiy mazmunni tushunish va strukturani his qilish. Keyingi xato bundan ham xavfli. 7-xato ChatGPTdan noto'g'ri foydalanish. Hozirgi kunda aksariyat til o'rganuvchilar lug'at yodlashda yoki lug'atlarni tarjimasini qidirishda ChatGPTdan foydalanishadi. Vaholanki ChatGPT ularga lug'atlarni juda ko'p ma'nolarni chiqarib beradi. Bu esa ularning vaziyatini qiyinlashtirib yuboradi. Eng maqbul yo'l siz lug'at kitobdan foydalanishingiz. Agar siz o'rganmoqchi bo'lgan so'zingizni lug'at yordamida tarjima qilsangiz va qidirsangiz, bir necha marta miyangizda u takrorlanadi, talaffuzingizda takrorlanadi va natijada bu so'zni yodlashingizga ham hojat qolmaydi. U avtomatik miyangizda qoladi. Yana ba'zi birovlar ChatGPTdan gaplar tuzdirishda foydalanishadi. Bu ularning til o'rganishdagi eng dahshatli xatosi. Har doim ular gap tuzish yoki shraybini yozish kerak bo'lgan paytda ularning xayoliga birinchi ChatGPT o'rtog'i keladi. Natijada mustaqil gap tuzolmaydigan holatga kelib qoladi va til o'rganish to'laqonli ChatGPTga bog'lanib qoladi. Bu xuddi oddiy arifmetikani kalkulyatorda bajarishdek gap. Agar siz shu 7 ta xatoni oldini ola olsangiz, sizning natijangiz 2-3 barobar tezlashib ketadi. Sizga savol, siz shu xatolardan qaysi birini qilyapsiz? Kommentga yozing. Bizda aynan shu xatolar oldi olingan, tizimlashtirilgan onlayn kurslar bor. Agar siz nemis tilini noldan boshlab erkin gapirishgacha to'g'ri tizim asosida intizom bilan va haqiqiy natija uchun o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning onlayn kurslarimiz aynan siz uchun. Bu kurs 18 yillik ustozlik tajribam asosida tuzilgan. Kundalik vazifalar, audio darslar, vaziyatli mashqlar bilan boyitilgan va eng muhimi, bu sizni real natijaga olib chiqadigan kurs. Bu yerda siz shunchaki qoida yodlamaysiz. Siz nemis tilida fikrlashni va gapirishni o'rganasiz. Kurslarimizga yozilish uchun video ostida berilgan formani to'ldirishingiz kifoya. Sizni til o'rganishda ortga tortayotgan xatolarni bugunoq to'xtating va o'zingizga keyin rahmat, danke schön deysiz. Men sizlarni onlayn kurslarimda kutaman.